Yo, bu qattiq bu aka. Ukajonim, posуда, kartina, даже mebellar ham Italiyadan olib keltirilgan. Серьезно? Azizlar, bugungi obzorimizda toza Italiyadan olib kelgan mebelimizda 100% yog'ochdan yasalgan pinal komotimizda bitta like bosib, tanishlik ulashib qo'yinglar. Ukajonim, Bizga like bosmasangizlar ham mayli, shu mebelga bosinglar, shu go'zalligiga, chiroyiga bitta like bosib, bitta kommentariyada oluvchani qiziqtirib qo'yinglar. ichlari polni yog'ochdan qilingan, fasad qism yog'och, qoshlari polni yog'ochdan yasalgan. Haqiqiy yog'och, haqiqiy sifatli qadrlovchilar uchun mebel. Toza Italiyaniki. Ikkita pinalimiz ham bor, qaranglar. Pinali, serozliklarini, qoshlarni qarang, cho'tkiligi, shunaqa ishlab berilgan, maza qilasan. Bu mening fikrim bo'yicha bu qo'l ishi bo'lsa kerak. Ruchnoy работа. Ruchnoy работа deydi shunaqa. Ikkinchi pinalimiz ham bir-biridan chiroyli, bir xil, shunaqa go'zal ishlangan. Qoshlarda gullari bitta like bosmasangiz bo'lmaydi. Yaqinlab ulashib qo'yamiz, obuna bo'lishni esdan chiqaringiz, salomat bo'lasiz.